u sharoitida massaj qilish shunchalik murakkab narsa deb o'ylagan odam uchun lifehack ko'rsatamiz. U sharoitida massaj qilish juda ham oson. Demak, buning uchun birinchi navbatda bizga kerak bo'ladi yog'. Yog' qanaqa bo'lishini juda katta ahamiyati yo'q. Zaytun yog'i, bodom yog'i, sedana yog'i umuman katta ahamiyatga ega emas. Faqatgina bizda organizmda o'sha badanda, terida qo'limiz sirpanishi uchun yog' kerak bo'ladi. Endi yog'i qanaqa? Allergiya bermasligi uchun shu taraflariga qarab o'ziga mos holat tanlab olinadi. Demak, massaj qilish uchun birinchi navbatda yog' butun o'sha kerakli ishlanadigan sohaga surtib olinadi. Yog'ning miqdoriga e'tibor qilamiz. Kam bo'lishi kerak emas, ko'p ham bo'lishi kerak emas. Xuddi shunaqa ko'rganda yaltiragan holatda bo'ladi. Juda ham ko'p yog' surtilsa qo'limiz sirpanib ketib, bosim berishimiz qiyin bo'lib qolishi mumkin. Demak, birinchi navbatda badanni qizdirib olishdan boshlaymiz. Yengil harakatlar bilan unaqa murakkab bo'lmagan, bosim kuchli berilmaydi. 1 yoki 2 daqiqa. Bu faqat o'sha terining ko'nikishi uchun, ozgina qon aylanish o'zgarishligi uchun qilinadi. Muskullaga chuqur bosim berilmaydi. Gavda sohasi asosiy bel, yelka sohasi bilan ishlashni o'rganamiz. Keyingi videoda kutib qolasizlar. Oyoq bilan ishlash haqida alohida lifehack ko'rsatamiz. Keyingi etapimiz bosim sal kuchliroq berilgan holatda hamma ishlash prinsipi har xil. Kimlardir bunaqasiga ishlashi mumkin, kimlardir boshqacha. Lekin murakkab harakatlar yo'q, faqatgina oddiylikda asosiy nimani tushunishimiz kerak? Ikkita glavniy katta orqa muskullarimiz bor. Dumg'asidan boshlab yelkagacha ham orqa muskullar. Shu joyda demak suyak umurtqani ustida emas, buyrak ustida emas, bu yoqda bosim kamroq. Asosiy bosim mana ikkita muskulga beriladi. Demak, qo'l harakatiga e'tibor qilamiz. Ozgina bosim beriladi. Boshida birinchi etapda kamroq bosim. Misol uchun men kaftim bilan bu yoqda, barmog'im bilan bu yoqda, eng yoqimlisi men barmoq bilan o'sha qisqa sohada ezib o'sha muskulni u yoqdan bu yoqqa bosganda bo'ladi. Keyin bu tarafga o'tamiz va bu taraf tabiiyki bosh barmog'imiz yostiqchalar bilan ishlashimizga to'g'ri keladi. Demak, uni unchalik katta ahamiyati yo'q. Keyingi etapimiz bu joy endi o'sha qayta qilinaveradi. Odamga eng yoqadigan, o'sha massaj olayotgan odamga eng yoqadigan joyi shu bo'ladi. Keyingisi o'zi katta kuragimizdagi muskul, trapetsiya muskullari, bu yoqda katta muskul bor. Shuning uchun bu yoqda yana alohida. Kurak oldidan chiqishimizni boshlaymiz, mana barmoq bilan, ikkita bosh barmoq bilan. Bosim o'sha yengilroq bosim holatda keyin sekin trapetsiyaga chiqiladi. Uni bu yoqdan ezib olib boramiz, bu yoqdan yana ezib olib kelamiz. Unaqa murakkab narsa emas. Bu bo'yicha qanaqadir qonun qoida, mamlaq urish kerak, mamndoq qilinadi. Bunaqasi u faqat sizlarning vaqtingizdan o'tkazadi. Endi professional uchun chiqarilgan narsa, odam prosta maza qilish uchun, qon aylanishi uchun mana shu qo'limiz faqat harakat qilsa bo'ldi. Misol uchun men shu payt ishlab kelgan bo'lsam, mendan birorta massaj qilgan bemor hali nolib, o'sha ishimiz yoqmasdan ketmagan. Chunki massaj olayotgan paytda his qilish kerakki, o'sha odamning o'rniga o'sha o'zi nima bo'layotganini his qilib, o'shani o'rniga maza qilgan paytdagina u odam professional bo'lgan hisoblanadi. Demak, massajda eng yaxshi vaqti qanaqa deb ko'pchilik 1 soat, 2 soat deyshadi. Men unda ham qiynalib ketadi. 10 minut kamlik qiladi. Misol uchun o'rtacha shu beldan tepasiga 20 daqiqa juda bir standartniy odam maza qiladigan joyi bo'ladi. Demak, masalan, bosim sekin-sekin mijozga qarab ko'paytirib boriladi. So'rab turiladi, normalni yaxshi. Deyilsa o'sha tempda agar sal bosim qo'shaversangiz bo'ladi deyiladigan bo'lsa, bosim qo'shiladi, ko'proq qilinadi. Misol uchun siz joyingiz neudobni bo'lishi mumkin, noqulay bo'lishi mumkin. Shunaqa paytda ustiga bu yoqdan chiqib olib, ikkita qo'l bilan siz tepada turgan paytingiz bosim ko'proq beriladi. Misol uchun kimlargadir kuchli massaj kerak bo'ladi. Shuning uchun bosim ko'proq berilib, mana shu asosiy urg'u shunga beriladi. Trapetsiyada kelib qaytib ketmaymiz. Trapetsiyada oxirigacha. Trapetsiyada oxirigacha ham kelib, trapetsiyaning tugashi bilan kurak bilan qaytilib 1-2 aylana o'tkaziladi. Va yana davom etaveradi xuddi shu tartibda. Xohlasak joy qulay bo'lsa, bo'yinni ham qo'shib ketaversak bo'ladi. Bo'yin murakkab emas, ikkita barmog'imiz o'zi ham yetadi. Hozir sizlarga faqatgina master klass. Trapetsiyada ko'pchilik xatosi mana buni ikkita qo'l bilan ushlab siqib oladi. Bu og'riq beradi, hech qanaqa maza olib kelmaydi. Demak, buni maza qilish uchun eng zo'r joyi bu bo'ladi. Maza qilish uchun, misol uchun ikkita barmog'ingiz bilan bosiladi bu yoqdan, misol uchun bosh barmoq bilan menga qulayroq. Bosib, mana yelkagacha olib kelinadi. Faqatgina eziladi xolos bu. Oldiroq tarafida ham misol uchun bo'ladi. Pastdan tepaga ham qilsak bo'ladi mana bunaqasiga.
Faqat buni hech qachon mamlakatiga siqishimiz kerak emas. Ikkalasini ham. Misol uchun shu joyda aylana harakatlar, vesi kattaroq odamlarda bo'ladi. Juda yoqimli, maza qiladigan holat bo'ladi. Asosiysi alohida soha bilan ishlash kerak emas. Misol uchun birinchi belli qolaman, 10 minut belli, keyin kuray 10 minut emas. Birdaniga davom etiladi, oxiriga olib chiqiladi, yana qayta. Tez ishlangan paytda odam shunaqangi maza qiladi, o'zi bitta massajni o'zidan deylik ancha-muncha muammosi, qon aylanishi yaxshilanganligi hisobiga asablari joyiga keladi, uyqu yaxshilanadi, yeb ichishlarida ham misol uchun ishtahalar, oshqozonda qon aylanishi yaxshilanganligi uchun ishtahalari o'zgaradi. Har tomonlama xullas massaj juda ham foydali. Vес kam odamlarni semirtirish uchun foyda beradi. Ortiqcha vesdan qutulmoqchi bo'lganlar uchun ozishga yordam beradi. Albatta metabolizm yaxshilanganligi hisobiga. Demak, video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yish unutmaysizlar. Kimda kim professional darajada massaj o'rganmoqchi bo'lgan bo'lsa, nomer qoldirishingiz mumkin. Murojaat qilasizlar. Keyingi videoda kutib qolasizlar. Qo'l, oyoq, bosh butun organlarning massajini Xudo xohlasa sizlarga o'rgatishga harakat qilamiz.